Assalamu alaykum, hörmətli televizor görgüçülər. Dünya Uyğur Qurultayı Tor televiziyasının Uyğur Avaz söhbətiga xoş gəlibsizlər. Mən riyasetçi İftixar Abdurşid. Bugünkü əziz mehmanımız bolsa, Qırğızistan Uyğur İttifaq Cəmiyyətinin rəisi Asqarjan Qasimi əfəndim. Asqarjan əfəndim, söhbətimizə xoş gəlibsiz. Rəhmət. Aldından özünüzü qısqaç bir tanışdırıb çıxamsınız. Yuqorida o'zingiz aytgandek, men Qirg'iziston Uyg'ur Ittifoq Jamiyatining raisi etim Asqarjan. Men 2019-yili saylangan Qirg'iziston jamiyatimizda vaqt to'lib, oldin ishlagan raisniki vaqti biz har bir 4 yilga saylanamiz. 4 yildan keyin vaqt kelganda men shu 19-yil nomzodimni chiqarib rais bo'lib saylandim. Qırğızistan Uyğur İttifaq Cəmiyyəti haqqında bizə qısqaç bir məlumat verəmsiz? Bunda Qırğızistan Uyg'ur Cəmiyyətininki asosiy aprovotgan ishlari shu bizning milliy davarimiz. Ondan keyin shu biz hukumat qanday faoliyatlari bo'lsa o'tkazamiz, har milliy orqali faoliyatlarda, ondan keyin o'zimizning millatimizniki tariximizni, ana tilimizni, san'atkorliklarni bilan saqlanishda shu millat davosiniki asosiy ishimiz shu biz. O'zimizniki saqlanish, madaniyatimiz bo'y degandek tariximizni saqlanish, o'sha avlodlarimizni tarbiya berish, shu ishning yo'lida. Ko'p rahmat. Asqarjan əfəndim, bu qıtımqı Dünya Uyğur Qurultayınınki orunlaşdırışıda və 20 təşkilatınınki həmkarlıqda, 21 təşkilatının həmkarlıqda ötküzülgən ikinci növbətlik Şərq Türkistan Milli Kengeşiga Qırğızstandan kelgan birdən-bir vəkil siz. Bu qıtımqı Milli Kengeşga qatnaş arqılıq qandaq təsiratlı boldunuz? Bu qıtımqı Milli Kengeşga qandaq arzulardan, planlardan kelgəndiniz? Təsiratınız qandaq oldu? Bunun keyinki planlarınız nima? Endi biz uchun qayerda bo'lsaqmi, bu bizning millatimizniki faoliyat qanday ishlar bo'lsa, biz albatta qatnashishimiz kerak har qanday yerlarga. Biz asosan biz nima 7 adam kelmoqchidik. Ya'ni shu viza sabablaridan kelamay qoldik. Ko'pincha shu men yolg'iz bo'lib qoldim, shundan keyin keldim. Biz uchun Dünya Uyğur Qurultayı o'tkazayotgan faoliyatlar millatimizning davorini qilayotgandan keyin biz albatta qatnashishimiz kerak, to'g'ri ko'ryapman. Shuning uchun chiq narsalarni ko'rdim, chiq narsalarni menga aniqlab bo'ldi. Bu Dünya Uyğur Qurultayıning faoliyatlari yalnız bir namoyish bilan tugamaydi ekan. Bu bir sistemli bir apparat tuzmak, bir davlatninki bir mashinasini qurilishning yo'lida ekan. Shunga faxrlandim. Endi Asqarjan əfəndim, Qırğızistanda qanchalik Uyğur qarindoshlarimiz yaşaydı? Ularninki o'zaro ittifoqligi qanchalik darajada, uyushchanlikda, ittifoqlikda? Andan keyin yana bir savolim, Qirg'iziston hukumatiningki Qirg'iziston yashayotgan Uyğur qarindoshlarimizga tutgan pozitsiyasi qanday? Birinchidan Qirg'izistonda Uyg'urlarning soni statistik bo'yicha 60 mingga yaqin. Endi biz tizimni nim qilgan vaqt statistikani nim qilayotganlari xeyli uzun yildir bo'lmay qoldi. Shuning uchun men 60 mingdan ko'proq deb o'ylayman. Ikkinchi savolga bu ittifoqlik qanday yashaydi degan nimada Allah'a şükür Qırgıziston Uyg'ur jamiyati ittifoqcha yashaydi. Har qanday bo'linchiliklar, hamda bo'linchilik deb desaq bo'lmaydi. Har bir insonning ko'z qarashi bo'ladi, uning shaxsiy huquqi, fikrini, o'zining fikrini aytadigan ko'z qarashi bo'lingan paytlar bor, ammo u qanday bo'linish yoki qanday norozichilik bir faoliyatda turayotgan bir faoliyat boshqaning qilayotganlarga anchalik ishlar yo'q. Demak, shukri, yaxshi Qirg'iziston Uyg'ur ittifoqlari har birisi millatgo'yarman, haqiqatanda endi har birisi o'zining to'g'ri
deb hesaplaydı, göz qarashini ko'yib deydi undaq narsalarni. Chunki men o'ylaymanki, yaxshi inshaalloh Qirg'izistonda har birisiniki qo'ldan kelguncha shu idoramizga yordam qilib, shu Qirg'izistondagi boshqa millatlardan orqada qolmayli deb bizning Uyg'ur millatidagi a'zolarimiz o'ylaydi shuni. Shuning uchun Alloh rozi bo'lsin, men rozi taqdim. Ko'p rahmat. Endi Qirg'iziston hukumatiniki Qirg'izistondagi jumladan Uyg'ur ittifoq jamiyatiga va tashkilot rahbarlariga tutgan pozitsiyasi qanday? Endi bizni faqat shu Qirg'iziston rahbari deb qaraydi. Bizniki shu misol Uyg'ur yoki boshqa millat deb undan yo'q, qonun bo'yicha biz Qirg'iziston umumiy hammasiniki bir uy deb hisoblanadi. O'rischa deganda Qirg'iziston shu общий dom deb burun turma bor. Ondan keyin Qirg'iz jarani deb bir konsepsiya bor, yangidan chiqqan proyekt. U proyektda har bir inson, birlik inson, har bir insonning nimasida birlik kuchiydi degan Qirg'iz jarani degan nimasi. Birlikda ko'pchilikning har yolg'izlikda, har xillikda kuch chiqadi degandek. Misol uchun har bir millat o'zining madaniyatida, o'zining hunar birini bilan bir-birini o'g'itib, shunga kuch chiqildi degan shunaqa bir proyektlar bor. Yaxshi proyektlar u. Faqat bizni shu Qirg'iziston rahbari deb qaraydi. Qonunga yarasha har bir odamning qilmishi bo'lsa, shu qonunga yarashishlikni qiladi. Bunda qisqartirish bo'lmasa boshqa bir narsalar yo'q. Ondan keyin bizma hukumatimizga rozi, sabab bizning qilayotgan ishlarimizga shu demokrat yo'l beryapti. Qanday boshqa davlatlarga qaraganda O'rta Osiyoda Qirg'izistondagi demokratlik deb berish yo'g'on deb hisoblaymiz biz. Asqarjon efendim, o'tgan qitim hammamizningki bilgandek Qirg'iziston Uyg'ur ittifoq jamiyatining riyosatchiligida shoir Lutfullo Mutallibni eslash tavalludininki 100 yilligini xotirlash programmasi ilib berildi. Bu faoliyat o'tkazilgandan keyin Qirg'izistonda yashayotgan Uyg'ur qarindoshlarimiz qanday ta'siratli bo'ldi? Buningki ta'siri qanchalik bo'ldi? Bu haqda bir qisqacha tushuncha bergan bo'lsangiz. Yaxshi savol bo'ldi biz uchun. Bizda endi bizniki urf odatlarimizda bilsiz mashrabimiz bor. Biz har bir 3 oyda mashrab uyushtirdik. Burunmi bo'lgan o'sha pandemiya kasallikning dastida biz bir yildan oshiq to'xtatib qo'ygan, yangidan boshladik. Har bir yezlardan qancha yezlar butun cho'ng mashrab bor. Shu mashrablarni o'tkazganda shu mashrabga biz qandaq bizimizni shoir, yozuvchilarning nomidan bo'lib chiqsin deb shunday fikr solingan, buni qabul qilindi. Ondan keyin nimaga Lutfullo Mutallibning 100 yilligi bo'lib qoldi. Biz o'tkazgan kuni bizga Qozog'istonda mehmonlar keldi. Bu yerdan kelgan mehmonlarimiz bor. Yaxshi cho'ng o'tkazdi. Yosh bolalarimiz ona tilini unutmayapti. Aslında Lutfullo Mutallibning she'rlarini aytdi, naqshlarni aytdi, oqsoqollarimiz shunday yaxshi o'tdi. Olmaotadan kelgan mehmonlarimiz shunday faxrlanib, ularni o'tkazdik, kuzga tayyorlab qo'ydik. Ular kelib ancha mukofotladi, undaq nimalarni qildi. Demak, bizniki shu donqliq ko'ringan odamlarning tarixda bo'lsa-mu, biz uchun bu cho'ng narsa deb shuni saqlamamizga biz faxrlanyapmiz. Qozog'istonda Xudoyim bo'lmasa shu kuzda o'tkazdik. Lutfullo Mutallibning 100 yilligini kelishlar oldiga chiqib ketishlar, ishlab buni bizni uyushtirganlar shu bizniki intifoq a'zolari, shu redaksiyaga rahbariyat, Muzaffar Kamlar, Zumrat Gulonlari deb bir shular rahmat va Hafiza shular uyushtirib shunaqa o'yinga fikr tushdi. Shu mashrabni shunaqa o'yin tomosha bilan o'tkazmay bizniki yerda saqlangan o'zining odatlari va mashrabning odatlariga har qanday mashrabda biz hozir shu o'zimizniki donqliq
ötüp ketken nimlerini mayli suratçı olsun, mayli şair olsun, yazgıcı olsun, başka adamlarga nimqib ötküzdiğen bulduk meşreplerden. Şu birinci meşrep ötküzümüz Lütfullah Mutalib'den 100 yılığa layık geldi. Şunu ötküzdük, bundan bu oylayman. Köpten köp rahmet. Hem bunun kimi Kırgızistan Uygur cemaatinin ittifaqlığının tıxım küçüyüşünü meşrep faaliyetlerinin tıxımı berketlik, mənilik ve Kırgızistan'daki Uygur evlatlarımızın Uygur ballarının antılını qoğduş üçün güzel bir makan ve şarait buluşu tilekleşmen. Hoş, Eskar Celal efendim, ahırsı da ekran altındaki körülmen qeyrindaşlarımızga, cümleden Kırgızistan'daki Uygur qeyrindaşlarımızga ve bütün dünyadaki Uygur qeyrindaşlarımızga deydiğen yürek sözünüz var mı? Elbette bu bizden halaydığımız şu birden-bir şu intipaqlığımız, davarımız bir. Bugünkü dünyada bu atkan dünya özgürlüğü vatıdı. Arkandak talaş tartışlar bu vatıdı bütün dünyada. Bizden tarihimizde her birimizge mühim emisi bildiğimizi belgili. Çünkü ben halayman ki her bir Uygur'un özünün Uygur dep özünün biz ben bilmem ki her bir Uygur özünün milletini söylüyor. Her bir millet özünün milletini söylüyor. Bolup mu bizden Uygurlar her bir Uygur özünün milletini söylüyor. Her bir yerde özününki salınığına çıkarak salay milletin üçün dep çalışıp şu yerlerden biraz bir şüşenmekler bu kalışı mümkün. Ama o elbette mümkünü bulup da onu iş yapası oldu. O yaxşı, o demokratlık oldu. Şahsi fikirlerini yetişti. Onunla doğru aşımında. Çünkü bir adam bir işini yapamak, adam degen hatalışı da onunla oldu. Aşağı yerlerde iniklap doğru yolu düşüp kritiklik olan o yaxşı dep oylayman ki. Çünkü her birimiz Uygurumuzda arzu maksatlarga yettiğinler, ömçülük, bizninki şu yaşlarımızda fakat millet ösmesi için bizninki qandaqlığında bolsa davarımız demek bu bir her bir millet üyeyli. Şu üyeyliğe okşaş bizning milletimiz başka milletlerin keyin kalması için bununla sebebimiz yok. Demek biz ormandan çıkan hak emas. Biz çoğunqur bizning tariximizlik hak. Onu hammadan bilib, şunu saqlashimiz bizga bu bizning vazifamiz, bizim o'tib ketgan ota bobolarimizni oldida ondan keyin har qanday narsa, har qanday faoliyatni biz bu yo'li bilan bo'lish kerak. Shuni tushunishlikka chaqiraman har birisini. Din bilan biz alhamdulillah musulmonlar din yo'li bilan bo'lish kerak. Faoliyat yo'li bilan bo'lish kerak. Chunki millatni o'zining madaniyati bilan millatni uning odatlari bilan bu adetneki biz bir tushunmay yerlerde bu bo'lmaydi, bu adet deb unutildirib salsak biz bir millet bo'lgandagi odatlari bo'ldi. Bu odatlarni qilgan bo'lmaydi desak hech nimasi yo'q. Bu qani sening cho'nqurlig'ing, qani sening tushunchilik tarixing, uzun tarixingda hech narsa yo'q kerak. Shu bu narsani yo'qotmay biz bir boshqa millatlarga talashidi. Bu biznikida, u biznikida bir birisi o yaman narsa emas, biz milleti ko'ygan narsa meniki deydi, bir narsa shu odatlarni, urf-odatlarni boshqa narsadan talashidi. Ammo biz tayyor narsani bu bo'lmaydi deb hozir o'sha yoshlarimiz bir vaqtlarda atishib boshqa deydiganlarni uchrashyapmiz biz. Shuning uchun men chaqiratdim. Har qanday narsaniki yo'li bor. Din birinchidan Allah, ikkinchidan shu ona til, urf-odatlarimiz, madaniyatlarimiz biz çoğun derecede çıkarışımız gerek var. Her qanday millet için, her qanday insan için bir çoğun vaziyet deb o'ylayman. Çünkü halatdimki her birimizga intipaqlıqqa, hurmat, izzat degan narsalar va ota-bobomizda qolgan narsalar. Shuni saqlab, her bir uyaliga baxt saodat qalaylik. Sizga ko'pdan ko'p rahmat. Hürmetli körmenler, yuqorida diqqatingizga Dünya Uyghur Qurultayı Tor televiziyasining Uyg'ur ovozi suhbatini sunduk.
keyingi qitimliq sonimizda ko'rishaylik. Omon bo'linglar.